Ramazonda meni kunim odatda juda erta boshlanadi. Oxirgi paytlar saharlikdan oldin o'zimga matcha tayyorlab ichishni odat qildim. Yaponiyada matcha shunchaki ichimlik emas, u bir necha asrlardan beri energiya va diqqatni oshirish uchun ichiladi. Oldin kofe ichardim, lekin hozir matchani ko'proq yoqtirib qoldim. Kun davomida energiya berayotgandek tuyuladi. Yaponlar ko'p ishlaydi, lekin shunga qaramay kun davomida tetik yurishning sabablaridan biri ham aynan shu matcha choyidir. Lekin matcha faqat energiya uchun emas, u yuz va tana uchun ham foydalari bor. Masalan, matcha antioksidantlarga juda boy. Bu esa terining tez qarishini sekinlashtirishga yordam beradigancha siz matcha ichib ko'rganmisiz? Ta'mi sizga yoqadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Endi tezgina ishga borishim kerak. Yaponiyada ko'p ishlar tik oyoqda bo'ladi. Bugun ham 8 soat ishlashim kerak. Bir pasda ishim tugab, iftor vaqti ham bo'ldi. Anchadan beri sushi yegim kelayotgandi. Darrov kirib iftordan mazza qilib sushilarni paqqos tushirdim. Darrov uyga qaytib mijozlarimni zakazlarini tayyorladim. Bilmaydigan Yaponiyadagi bestseller mahsulotlarni avval o'zim sinab ko'rib, keyin esa O'zbekistonga yuboraman. Tezgina dush qabul qilib, yuz parvarishimni qilib, hozirda qiziqib o'qiyotgan kitobimni o'qishga shoshilaman. Uxlashga va shirin tushlar ko'rishga go qizlar.